Menga Turkmanistondan shogird keldi. Ismlari Yulduz, yaqinda kelin ko'ylak saloni ochganlar. Mana eng katta darsligim 21 kunlik offline darsini sotib olganlar. Naqd 3 oy vizalari chiqishini kutganmiz. Noldan boshlab darslarni o'rgatdim. Bu qizda talant ko'rmadim, lekin shijoat juda kuchli. U bilan bozorga bordik. O'zimizni bozorimiz bilan tanishtirdim. Boshidagi 3 kun baribir moslashib olish uchun ketadi. Keyin natija berishni boshlaydi. Birinchi tikkan korsetlari menga yoqdi. Конечно, baribir meni oldimga kelib offline o'rganish boshqacha. 21 kunlik muhlat bu kichkina muddat emas. Agar har bir kunini samarali o'tkazsa, katta natijaga erishish mumkin. Bu narsani aytaman deb o'ylamasdim, lekin Yulduz buni xohlamadi. Buni tushunaman. Meni oldimga kelayotgan ayol qizlar vaqtinchalik oilasidan kechib keladi. Lekin bu darslarga meni vaqtimga ta'sir qilish kerak degani emas. Boshida bolachalarimni sog'indim, ketishim kerak dedilar. Keyinchalik esa 21 kun bo'lmadi, pulimni qaytarib bering dedilar. Qolgan gaplarni videoni tagiga yozib ketaman.